一个阳光明媚的下午，羊妈妈在孵着它的蛋，做一个大大的蛋。 Bugungi yana bitta videolarimdan biri o'sha Xitoydagi shvedlarda IKEA magazinidagi kafeteriyada. Ya'ni bu bufetida o'sha kofe haqida va shirinliklar haqida video qilmoqchiman. Eng qiziq tarafi bu yerda bitta stakan sotib olsangiz, ya'ni o'sha kofe uchun maxsus chashka sotib olasiz. O'sha chashka sotib olganingizdan keyin siz kofe ichmoqchi bo'lsangiz, kofe bepul bo'ladi. Ya'ni o'sha chashkaga nechta bo'lsa ichishingiz bo'ladi. Hozir shuni ko'rsatib o'taman. Mana to'g'rimdagi o'sha kofe mashinkasi. Bu yoqda juice ham bor. Endi hozir shirinliklar haqida aniq qilamiz. Shirinliklarni tatib ko'rishimiz mumkin. Shuni tekshirib. Endi ponchik ketyapti. Shirinlik yeyotganda ponchik bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Endi bu yerda patnis olamiz. Patnis olgandan keyin ko'rib turganingizdek IKEA brendi. Shvedlardagi Sweden deb qo'yibdi. Eng qiziq tarafi bugun mana shu jam, ya'ni murabbolarni sotib olaman. Mana nimalar bor ekan. Bu yonimdagi ponchikni ham tanlolmayapti, qaysi shirinlikni olish kerakligini. Mana biz tanlaydigan shirinliklar. Ko'rib turganingizdek tiramisu, yana brownisi bor. O'shandan ikki xilini olib ko'rishga harakat qilaman. Juda ham qiziqarli brownie. Bu yoqda cheesecake'lari ham bor. Kommentlarda yozib qoldiringizlar keyingi videoyimda qaysiga yeb ko'rishim kerakligi haqida. Mana shu ham yoqyapti, ikkalasini olib ko'raman. Hozir ikkalasini olib tatib ko'ramiz kofe bilan va o'sha chashkani sotib olaman bugun. O'sha chashkani sotib olganda kofe bepul bo'ladi va stakan sotib oladigan bo'lsangiz, unda ham bepul bo'ladi. Eng yoqqan tarafi bu yerda maxsus mana shunday joy qilib qo'yibdi, ko'tarib yurishingiz shart emas. O'zingiz sudrab olib ketaverasiz. Shunaqa qo'yib. Shvedlarda aqlli uslub. 你好，这关门了吗？还有肉丸，其他没有了。还有什么？还有肉丸，肉丸。瑞典肉丸。我看看。对。还有别的吗？另外这个，要小份、中份。大份。大份的是吧？对。ko'ramiz. 多给你2个哈。好。Ko'rib turganingizdek shvedlarda aqlli texnologiyasi oshxonada mana shunaqa qilishgan. Qo'lingiz bilan surib oxirigacha olib borasiz. Hozir xitoylik ham hayron qolyapti. Alright. 这是什么东西啊？红茶，3重柑橘这茶。是茶是吗？对。这红茶吗？什么茶？红茶。不用，我喝咖啡吧。好，谢谢。Eng qiziqarli tarafi mana yerda chashkani qo'yib qo'yibdi. Bu yoqda stakan. Agar chashkani olsangiz, o'sha chashkaga xohlaganingizcha kofe ichaverishingiz mumkin. Hozir o'sha chashkani sotib olyapman. Bunda kofe ichaverish mumkin bo'ladi. Necha martagacha? 10 marta ichsangiz ham bepul deydi. Va yana bitta qiziq tarafi, mana yerda stakanlar turibdi. Bu stakan sotib olsangiz, o'sha suvni ichaverasiz xohlaganingizcha. Lekin men suv sotib olish niyatim yo'q. Chunki shirin narsalar ichmayman. Faqat shirinlik bilan kofe olayapman. Ups. 你好。会员有吗？没。那咖啡的话，我们马上打烊嘞，你还要吗？这里面没有吗？对，它马上关机器了。能喝一杯，7块9毛9，就是续杯不了。好，现在这里面有1杯是吧？对。这个买的话是7块9毛9。OK，这个破了。
要不要？这换一下。啊，因为它机器马上打烊了，我哎呀们8点打烊的。好的，我拿一下。啊，没事，我拿一下一个。好，要的是吧？要的，啊，咖啡机稍微等等。来一杯好吧？啊，那就7块9毛9啊。嗯，就普通的时间可以几杯可以喝的，对，续杯的它是。续杯的。对，要么等一下再拿2个杯子好了，打了2杯子好了，要么再拿1个杯子。哦，来买2个的是，这不方便，没事。你就拿2个杯子，我送你1个杯子钱。哦，可以的，好的。Mana ko'rib turganingizdek hozir chashka 2 ta olsang bittasini bepul qilib beraman dedi. Keyin endi qo'limda ko'tarib yurmasam, xo'p dedim. 一共71块9毛4。好的。Hozir o'sha 2 ta chashka sotib olishimga to'g'ri kelyapti. Aniqrog'i啊，谢谢。Ko'rib turganingizdek mana 2 ta chashka sotib oldim, ikkalasida ham kofe olyapman. Endi bir chashkaga to'ymaymiz deganda gapdi. 2 ta chashkada ichiladi. Birinchisi va ikkinchisi. Bitta chashkani bepulga berishdi. Ups. Mana shu knopkani bosasiz, kofe tushadi. Ko'rganingizdek mana IKEAdagi qiziqarli holatlardan biri u. Mana shakar bilan ichuvchilar uchun alohida shakar. O'zimda shirinlik fanatiman deb o'ylamayman, lekin har IKEAga kelganimda o'sha bu yerdagi o'sha shirinliklardan torta yoki o'shanga o'xshash pechenyelardan olib ko'raman. IKEA browniesini yeb ko'raman. Hozir videoda deydi. Juda ham boshqacha. Chunki shakar juda ham ko'p emas. Juda ham shirin emasda. IKEAdagi brownie menimcha juda ham yaxshi. Juda ham kichkina, e'tibor bergan bo'lsangiz. Va shakari ham juda ham kam, juda shirin, me'daga tegib qolmaydigan deb o'ylayman. Ikkinchi tortini ham yeb ko'rishga harakat qilaman, tiramisuni. Bu ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Brownie'da ham shokolad bo'lgani bilan tepasida qanaqadir shakari kam, shunaqa kakaoga qilinsa kerak deb o'ylayman, maxsus shvedlarniki. E'tibor berganingizda mana tiramisuni kesib ko'rayman. Bu ham juda ham shirin bo'lmasa kerak degan umiddaman. Shirinlikka diyeta qilayotgan chunki. Bunda ham shunaqa deb olaman. Chunki men kitayskiy supermarketlarda yeb ko'rganimda qanaqadir tiramisu juda ham shirin. Boshqa tortlari ham shunaqa. Lekin hozir bu IKEAdagi tortni yeb ko'ryapman, tiramisusini. Bunda shirinlik miqdori kamroq. O'sha menimcha qo'llanmalari o'sha shvedlarda stilda qilinsa kerak deb o'ylayman, retseptlari ham o'shalardan kelsa kerak. O'shaning uchun juda ham shirin miqdorda qilishmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yo'q, yana bilganlar yo'q, bilmaganlar deydi. Kommentlarda fikrlaringizni qoldiringizlar. Shvedlarda yana bitta hurmat qiladigan ularda odatlari, o'sha yevropaliklardan o'rganadigan texnika deydi. O'sha narsani hozir ko'rsatib o'taman. Juda ham aqlli plan. Masalan, IKEAda ovqatlanganingizdan keyin idishni IKEAda ovqatlanganingizdan keyin mana shu patnisini olasiz va o'sha patnisni olib borib qo'yishingiz kerak o'sha o'zini maxsus joyiga. Hozir o'shani ko'rsatib o'taman.
chunki bu yerda ofitsiant sizga kelib tozalab berib ketmaydi. O'zingiz self service bor, ya'ni o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish bo'ladi. Mana o'sha joyda e'tibor bergan bo'lsangiz, ismli narsa tortib ketyapti. Hozir o'shani qo'yaman. E'tibor bersangiz, o'zi ketadi. IKEAni juda ham aqlli loyihalardan. Mana brat ishlayapti. O'shan ichkariga kirib ketadi. Bu qilingan narsa oshxona bilan bog'langan. O'sha yuvilishi kerak bo'lgan idishlar oshxonaga promoy o'sha simli narsa orqali kirib boradi. Juda ham qiziqarli. O'sha oshxona biznesidagi odamlar uchun foydali deb o'ylayman. Endi tekinga tushgan kofeyim bilan ichkarini aylanishga boshlayman. Yana bir eng qiziq narsalardan biri shu IKEAdagi shokoladlar haqida. Hozir mana shu rasmda ko'rib turganingizni o'sha shokoladdan olmoqchiman. No, ko'ramiz. Qayerda joylashgan ekan o'sha IKEAning o'sha shokoladi. Showroom. Mana bu yopilish vaqtiga to'g'ri kelib qoldim. Chunki pastga tushaman ekan, adashmasam. IKEAdagi muhim tarafi ko'pincha bu yerdan shirinliklar, ya'ni shirinlik degani ham pechenyelar olib ketishga harakat qilaman va shokoladini. Chunki ertalabki choy bilan ichishga yaxshi deydi-ku, o'shani olib qo'yaman. Eng muhimi o'sha Toshkentdagi korzinkadan varyaniya olgandim. Bu yerda ham IKEAning, ya'ni shvedlarning varyaniyasi bor. Menga juda ham yoqadi. Har xil blueberry, strawberry, ya'ni o'sha har xil turdagi. IKEA bu shvedlarda katta gipermarketi desa ham bo'ladi. Ichida shu uyga kerak bo'lgan hamma narsa bor. Mebel jihozlaridan tortib, bu haqida Kizman jamoasi bilan hali katta video qilamiz qiziqqanlar uchun. Chunki showroomlari bor. Uyda dizaynlarni qilgan juda ham chiroyli qilib qo'yibdi. Eronni gilamligacha topsiz bo'ladi bu yerdan. Skidkalar ketyapti. Bu yerda o'sha ko'rpa narsalari, yostiqlar, hamma narsa bor. Eng qiziqarli tarafi deb o'ylayman, yozuvlar shved tilida va xitoy tilida. E'tibor berib qarasangiz, o'sha yozuvlar shved tilida va xitoy tilida. Tushunmayman, lekin nimaga bular Xitoy bizni bosib olyapti, aniqrog'i shvedlar bizni bosib olyapti deb gapirmaydi-da xitoyliklar. Shunga hayron qolaman nimagadir. Chunki juda ham ko'p mana shvedcha yozuvlar bor-da. Har bir narsaning nomi shvedcha, keyin bu yerda xitoycha yozilgan. Deyarli skidkalariga ham shvedcha, keyin xitoycha yozilgan. Ya'ni hech kim nimaga bunaqa qilinyapti deyilmayapti-da. Chunki ba'zi bir videolarni ko'rdim. O'sha Xitoy bosib olyapti, Xitoy yozuvlar ko'payib ketyapti degan. Lekin o'sha ko'rgan videolarimda xitoycha yozuvda tagida ruscha yoki o'zbekcha tarjimasi ham yozilgandi. O'shaning uchun unga bilmadim, qanaqa e'tibor berish kerak. Juda jiddiy olish kerakmi, yo'qmi? Fikrlaringizni kommentlarda qoldiring. Sizlarga bo'lsa IKEAni ko'rsatishda davom etaman. Mana qizlar har xil narsalar sotib olyapti. Uy jihozlarini. Har xil narsalar deydi. Xostavar ham bor deydi. Va lampalar. Mana bratam turibdi. Qariyalar ham kechqurun kelishgan. Mana shunaqa katta anov berishadi. Ya'ni savatchami, o'sha surgiragan. O'shanda narsalar tashib chiqib ketaverasiz, pulni to'lasiz bo'ldi. Inglizcha gaplar ham bor ekan.
nafaqat shvedcha. Keyingi safar IKEA haqida video qilganimizda ko'proq joyini qamrab olishga harakat qilamiz, chunki juda ham qiziqarli. Ichida showroomlari juda ham chiroyli. Hozir mana deyarli uyga rasmlar ham sotib olsangiz bo'ladi. Qiziqarli taraf. Shu rasmlarga, artga qiziqadiganlar mana shunaqa rasmlarni ham sotib olsangiz bo'ladi. Galereyadagi gap. Ko'rganingizdek. Bu tarafdagi katta rasmlar ham bor mana. Mana bu tarafdagilarni juda ham qiziqarli. Mana shu rasm yoqib qoldi, shuni olaymikin deyman. Bu yoqda ham ko'paygandigi. Ko'rganingizdek hamma turdagi rasmlar bor. Razmerlari, kattaligi, portretlar, oynalar. IKEA hamma narsani qamrab olgan. Soatlar ekan bu yoqda. Har doim kelganda ko'pincha shamlarni olib ketishga harakat qilaman, chunki juda ham zo'r shamlari bor. Ko'rib turganingizdek, har xil razmerda va har xil hid beradiganlari bor. Bular hammasi shamlar mana. Taxlab qo'yilgandiki. Juda ham chiroyli. Ko'pchilik o'zbek tadbirkorlar ham shuni olib ketadi deb o'ylayman. Mana yogurtli, yana har xil olma hidli bor ekan. Shamlar. Shamga qiziqadiganlar o'sha shamlardan bemalol olsa bo'ladi. Endi sham yaqinda ham kelib ketdim, shuning uchun olmasam kerak deb o'ylayman. Chunki ko'rib turganingizdek, sham bu tarafda ham, bu tarafda ham hammasi shamligi. Va gullar qatoriga keldik. Gullarni ham taxlab qo'yishdi. Bular hammasi tirik gullar, IKEAdagi. Yo'qda ham tirik gullar mana. Bibel kofeni hali ham olib yuribmiz, chunki tekkinga kelganmi kofe deydi, tekkinga. Tekkin bo'lsa temirni ham yevoradi deydi, o'shanday gap. Eng qiziq tarafi mana bu joy, IKEAdagi. IKEAning skladi shunchalik katta, ko'rganingizdek. Hozir bu taraflar mana shu taraf, chap taraf masalan, kofe ushlab turganim chap tarafdagi ketgan metrlab joylar egallab olgan. Juda katta joy deydi. Yuzlab metrlab, bilmayman endi gektar deyish to'g'rimi yo'qmi? Ana 0.5, 0.9 qo'yganlari, bular hammasi o'sha qatorlar ketganligi. Mana bratam narsalar olib ketyapti. E'tibor bergansiz, mana har bir qatorga shunaqasiga ketiladi. Bundan keyin bu qator ham ketgan. IKEAning kattaligi shunaqa. Gipermarket skladidan uy jihozlarini hammasini olib ketaversangiz bo'ladi. E'tibor berganingizda bu tarafdagi skladida mana hamma narsa joylashgan. Stullar, stollar va har bir qatorda har xil narsa taxlangan. E'tibor bersangiz, ichkarisiga balandligini ko'ryapsiz. Juda ham 5-6 qatordan uzunasiga deb o'ylayman. Bundan tashqari ham eng qizig'i namunalarda ilib qo'yishibdi. O'shanga qarab, o'zingiz IKEAga kelganda o'tirib, ko'rib, tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Nafaqat bitta taraf, orqadagi tarafda ham bir xil o'shanaqa uzun ketgan. Ha. Mana yosh bola. Yosh bola ham qiziqdi mana. Kechqurun bolalar bilan o'qilishgan. Yosh bolalarni olib chiqib, xitoyliklar ham aylanib yurishibdi. Eng qizig'i mana namunalarda o'tirib ko'rsangiz bo'ladi. O'yinchoqlar, har bir material. Bugun o'zi asosiy plan o'sha IKEAdan kelib
variantni sotib olishdi. O'shani hozir ishdan chiqib dedi-yu. Kelib variantlarni ko'ramiz. E'tibor bersiz, hamma narsa bor. Hammasi shvets stilida. Juslari ham. Sutni ham Shvetsiyadan olib kelsa kerak. Mana o'sha mashhur shokoladni aytganim, o'sha joydagi shokolad va'da bo'yicha. Va pechenyelar, har xil turdagi pechenyelar bor. O'shanga qiziqqanlar Aykiga tashrif buyurganingizda shokoladlardan, pechenyelardan olib ko'rishingizni taklif qilaman. Aniqroq tavsiya qilaman. O'sha Kardinka stilga o'xshaydigan, lekin shvedlarni hozir variantini sotib olishga harakat qilaman. Bugun 3 xil variantini sotib olmoqchiman, o'sha Ikea'dagi. Ko'rib turganingizdek, birinchisi o'sha blueberry va qulupnay va o'sha har xil qulupnay, malina hammasi aralashgan. Right. Endi shuni ochasiz dedi va o'shandan bitta olamiz va shu yerga tashlaymiz savatchaga. Avtomatik yopilar ekan, juda sekin ochganingizdan keyin. Mana blueberryni oldik. Buni ham tashlaymiz va oxiridagi narxlari ham juda qimmat emas. Masalan, bittasi 14 yuan, 17 yuan va 20 yuan ekan. Hammasi har xil narxlarda. Narxlar qo'yib borishga harakat qilaman. Hozir ko'ramiz. Mana variantlarni oldik. Eng muhim narsalardan biri edi. Chunki choy bilan ichganda mazza qilasiz. Agar kofe fanati bo'lsangiz, Ikea'dagi, ya'ni shvedlarning kofesi ham juda yaxshi. Ya'ni perfect, mukammal deb bo'lmaydi, lekin bo'ladi. Hozir har xil turdagi kofesi bor. Mana 3 xil espresso kofesi bu yerda. Narxi ham 100 yuan atrofida ekan. Va undan tashqari yana keyingisi ground coffee degan bor ekan. Bunisi 79 yuan. Va choylari ham bor. Hozir biz shokolad olib ko'ramiz deydi. Shokoladdan olamiz. Ikkita shokolad oldik. Savatchamizga tashlaymiz. Right. Tekinga kelgan kofeni tashab ketmaymiz. Right. Va keyingisi. Bu yerdagi shokoladdan ham bitta olib ko'ramiz. Shirinlik xo'r deb o'ylamaylar yana. Bu yerda yana shokolad bor ekan. Chunki bu yerda bozorlik qilinganligi ancha, masalan, oylab ishlatiladigan narsalar. Bu shokoladdan oldik mana. Savatchamiz deyarli to'ldi ekan. Har xil turdagi shokolad bor ekan. Menga yoqqani o'sha bo'ldi. Bir necha xilidan. Va pechenyesi bor edi, yaxshi. Mana shu yerda yaxshi pechenyesi bor mana. Coldmering. Mana shumidan o'tgan safar yaxshi pechenyesidan olgandim. Pechenyedan hozir olib ketamiz endi. O'tgan safar mana pechenyesidan olib ko'rgandim, sal quruqroq edi. Chunki suxoy pechenye. Mana bunisi menga yoqdi. O'shandan olib ko'ramiz. Shvedlar pechenyelari juda ham yaxshi. Pechenye xo'rlar uchun deydi. Men yoshman. 对，有那个巧克力夹心。 这有巧克力。Mana shunday shokoladi bor deyapti. Demak, bunda ham ozroq shokoladi bor ekan. O'shandan ozroq olishga harakat qilamiz. Tekinga kelgan kofemiz qayerga qolib ketdi endi? Tekinga kelgan kofeni esdan chiqarmagan holatda olamiz. Va mana shu yerda
sotib oladigan kofemiz bor edi. Va kofedan ham bitta olib ketamiz. Bu kofesi ham shvedlarniki ham juda ham yaxshi. IKEAdagi kofelar o'zi juda ham yaxshi. Yani kofe fanatlari menimcha ko'p farqiga borib tushunadi deb o'ylayman. Chunki O'zbekistonda ko'p beanli, ya'ni o'sha kofe donali ichishmaydi. Endi tez rivojlanyapti deb o'ylayman. Juda ham tez emas, lekin rivojlanyapti ekan. Ayniqsa Sofia va o'shanga o'xshash brendlar ko'payyapti. Va mana narsalarni beramiz. Audio battery. Ertalab soat 10 dan 9 gacha ishlar ekan IKEA. Va mana ko'rib turganingizdek, IKEAga bo'lgan sayohatimiz yakuniga yetyapti. Yana bitta qiziqarli ma'lumot ketishdan oldin. Bu yerda morojniy, ya'ni muzqaymoq 1 yuan. O'sha bufetida qiziqtirish uchun shuna qilib qo'yibdi. Juda ham arzon miqdorda qilib qo'yibdi. Hamma chiqib ketishdan oldin morojniy olishga harakat qiladi, chunki juda ham arzon. Faqat morojniy, ya'ni 1 yuanni morojniy yeyish uchun ham shu yerga kelishingiz mumkin. Chunki mana hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shu rasmda turgan morojniyni 1 yuanga kelib olib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni IKEAga, Xitoyga kelganingizda tashrif buyursangiz, bu yerda hech narsa sotib olmasangiz ham o'sha 1 yuanga bitta morojniy yeb ham aylanib qaytib ketsangiz ham bo'ladi deydi. Endi tejamkorlik qiziqadigan odamlar uchun deydi. Mana biz IKEAdan chiqib ketyapmiz endi. IKEA gipermarketi yoqqan bo'lsa va qiziqqanlar bo'lsa, savollarni bemalol kommentlarda so'rashingiz mumkin. Chunki bu shvedlarning IKEAsi dunyo bo'ylab har bir davlatlarda bor. O'zbekistonda menimcha yo'q, adashmasam. Xitoyda deyarli har bir shaharlarda bitta ikkitadan bor. Endi rivojlangan shaharlarda ko'pincha eng kamida bitta ikkita bo'ladi. Mana IKEAdan chiqib ketyapmiz endi. IKEAga bo'lgan sayohatimiz ham tamom bo'ldi deydi. Keyingi safargi videoyimizda xudo xolasa o'sha Kiyizman jamoasi bilan kelib, showroomlarda qiziqarli joylarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bu ko'rib turganingizdek IKEA binosi, ya'ni o'sha Xitoydagi shvedlarning IKEAsi. Bayrog'iga o'xshaydi shvedlarda, chunki ko'k va sariq. Ya'ni ko'k bayroqda sariq chiziq bo'lishi kerak, adashmasam. IKEA binosi. 我在我的小区里当保安，连路费都升了，给自己想看大门，有了发工资还计较什么？